Assalomu alaykum. Sizlar bilan Yulduzli hayot. Kuni kecha Rayhon Ulasenova to'ng'ich o'g'li Azizbekni o'ta dabdabali holda uylantirdi. Bu to'y butun internet tarmog'ini portlatib yubordi. Hattoki qizlar xuddi shunday jur'atli yigit kelmasa turmushga chiqmaymiz degan ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Avvalroq qizlarning niyati gelik bo'lgan bo'lsa, hozirda o'z yigitlaridan xuddi shunday reaksiya kutib qolishini ochiq-oydin ko'rsatib bermoqda. Rayhon Ulasenova nega yangi kelin-kuyovdan ranjidi? Bundan bir yil avval Rayhon Ulasenova intervyularining birida "Men o'g'il o'stiryapman. Agar meni o'g'lim o'qib, ishlab, o'z to'yini o'zi qilmas ekan, men uni hech qachon uylantirmayman. Menimcha, erkak kishi oilani mas'uliyatini olishdan avval o'zini to'yini o'zi qilish kerak. Hatto ipidan ignasigacha to'y xarajatlarini o'zi qoplamaguncha men o'g'limni uylantirmayman. Agar erkak o'z to'yini o'zi qila oldimi, demak u oilani eplaydi. Keyinroq ota-onalarga va qizning ota-onalariga ham yuk bo'lmaydi. Meni nazarimda oila boshchisi shunday bo'lishi kerak. Men o'g'il o'stirayotgan ona sifatida mening tarbiyam shu va qat'iy qarorim ham shu." Shu intervyudan ko'p o'tmagan holda Rayhon Ulasenovaning o'g'li Merimi o'tkazdi. Merimi o'ta dabdabali bo'lib o'tdi. Shundan so'ng ham Rayhon Ulasenovaning ko'plab tanqidlarga uchradi. Shunday isrofgarchiliklarni nima keragi bor edi? Uni qiynalgan oila yoki ehson qilishga sarflasangiz, savobi o'zingizga va bolalaringizga tegib turardi degan ko'plab dashnomlarga ham qolib ketdi. Shundan so'ng Rayhon Ulasenova o'z Instagram tarmog'ida muxlislariga shundaycha javob berdi: "Men sizlarni hurmat qilaman, har bitta fikringizni inobatga olaman, ammo olmani tagiga olma tushadi. Men o'zim o'ta orzu-havasli odamman. Meni o'g'lim mendan-da o'tib tushdi. Biz Merimini qanday tashkillashtirilganini ham bilmadik. Bizni taklif qilishdi va biz oilamiz bilan bordik. Shunda ko'rdim, men haqiqiy erkak o'stiribman. Bir oilaning bir gulini olyapti o'g'lim. Bunga munosib bo'lishi kerak. Haqiqatdan u gulni o'ziniki qilmoqchimi, unga yarasha harakat ham qilish kerak. O'g'lim shu darajada tashkillashtirganidan va hech qanday pullarni ayamaganidan xursandman. O'sha pulni halol ishlab topishga erishibdimi, bundan buyon ham o'g'lim oilasini juda zo'r eplaydi. Men bunga ishonaman", deydi Rayhon Ulasenova. Kuni kecha bo'lib o'tgan Yakkasaroydagi Azizbek va Azizaxonlarning to'ylari ham juda dabdabali bo'lib o'tdi. Bunga ko'plab tanqid qilganlar ham, havas qilganlar ham bir nechta topildi. Hatto ko'plab muxlislar Rayhon Ulasenova bu to'yga norozimi? Nega yasama ko'rinyapti? degan kommentariyalar ham ko'plab uchradi. Bunga ham yulduzlar izoh berishdi. Shu paytgacha Azizbek Rayhon Ulasenovani o'g'li bo'lgan. Chunki Rayhon Ulasenova taniqli boshlovchi va taniqli aktrisa. Xalq uni yaxshi ko'radi. Ammo Azizbek o'z to'yini yulduzi bo'ldi. Azizbek to'yini shunchalar erkin va yaxshi o'tkazdiki, to'ydagi barcha blogerlar kamerasi va to'y kameralari faqatgina Azizbek va kelin Azizaxonni olishdan bo'shamadi. Rayhon Ulasenova va uning oilasi kadrda juda oz ko'ringan. Azizbekning o'zini tutishi, emotsiyasi, xursandligi oldida Rayhon Ulasenovaning tabassumi o'ta oddiy ko'ringan. Shu ko'rinish ko'plab muxlislarga noodatiy ko'ringan, deb izoh berishdi Rayhon Ulasenovaning yaqin aktrisa dugonalari. Ma'lumot uchun, Azizbek Ulasenov Rossiyadagi nufuzli universitetni bitirgan va o'sha yerda bank sohasida ishlaydi. Rayhon Ulasenova yana shunday deydi: "Katta ehtimol bilan o'g'lim va kelinim biz bilan turmaydi. Biz zamonaviy oilamiz. Yoshlarni o'zi turmushini tortishiga qo'yib beramiz. O'g'lim Rossiyada bank sohasida ishlaydi. Kelinim ham ular bilan birga turadi. Yosh oilani biz qiynamoqchi emasmiz. Ularni yoshlik paytini xazon qilmaymiz va ikki kabutarni bir-biridan ajratmaymiz. Mening qaynonam ham juda yaxshi bo'lgan. Bizni alohida chiqargan va menga doim yordam berardi.
Hatto turmush o'rtog'im aktrisaligimga qarshilik qilganda, qaynonam turmush o'rtog'imni so'kib, meni aktrisalik qilishimga yordam bergan. Ilhom teatrida ishlardim. U yerdan ba'zida kech, ba'zida erta qaytardim. Kech qaytgan paytlarimda esa qaynonam ovqat qilib qozoni bilan ostanovkada meni kutib turardi. Men shoshilgancha qozonni olib uyimga chopardim. Turmush o'rtog'im ham anoyi emas. Ovqatning ta'midan kim qilganini juda yaxshi bilardi. O'g'lim Azizbek tug'ilganida esa qaynonamga qo'shilib qaynasinglim ham juda yordam bergan. Men teatrdan tanaffusga chiqqanimda qaynasinglim bolani ishxonamga olib borardi. O'sha yerda qornini to'yg'izardim. Men teatrga qaytardim, o'g'limni olib qaynasinglim qaynonam bilan qarashga qaytishardi. Men bu oiladan juda minnatdorman. Men ham shunday keng fikrli, keng tabiatli va mehribon qaynona bo'lishga harakat qilaman. Menimcha kelinlarda shunday erkin qo'yish kerak. Qaysi kasbda yonyapti, o'shani qilgisi kelyaptimi, sharoitni yaratib berish kerak. Mana natija. Agar o'sha paytda menga turli xil to'siqlar qo'yilganda, ruxsat berilmaganda, mening o'g'lim Azizbek bunchalik shijoatli bo'lmasdi. Men hayotda erisholmagan va xato qilgan hamma kamchiliklarimdan roziman. Natijasi Azizbekdek o'g'il o'stirganim bo'lsa, demak men hech qayerda yutqizmadim, hech qayerda qoqilmadim, deydi Rayhon Ulasenova. Shuningdek, Rayhon Ulasenova shou-biznesda eng yuqori cho'qqilarga erishayotgan paytida qo'rqmasdan hijobga kirgan birinchi aktrisa desak ham bo'ladi. Chunki Rayhon Ulasenova eng katta seriallarda, davlat filmlarida va ko'plab muhokamalarga va shov-shuvlarga sabab bo'lgan Zirapcha teleloyihasida suratga tushayotgan bir paytda qo'rqmasdan qaror qilgan va hijobga kirgan. Bu uning turmush o'rtog'i tomonidan majburlanmagan, taklif ham bildirilmagan. Bir kun kechasi u shunday tush ko'rganki, u tushidan keyin o'zini hijobsiz ko'rishga uyalgan. Hech ikkilanmasdan tongda hijobga kirib, ishxonasiga yo'l olgan. Tabiiyki, ular bilan ko'plab to'siqlar sodir bo'lgan. Shunday bo'lsa ham o'z hijobini yechmay, yuksak did va farosat bilan hijobli ayollar qanday bo'lish kerakligini ko'pchilikka ko'rsatib qo'ygan. Rayhon Ulasenovaning shunday o'zini ko'rsatgan qaroridan so'ng ko'plab shou-biznes vakillari qo'rqmagan holda hijobga kirishgan. Kerak bo'lsa, shou-biznesni ham tark etishgan. Aziz muxlis, sizlardan iliq tilaklaringizni va fikrlaringizni kutib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.